بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ma'lumingizki o'tgan suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga keladigan vahiylarni turlari haqida muallif ba'zi naqllarni qilib, bu haqda ba'zi fikrlarni bildirgan hamda turlarini sanab o'tgan edilar. O'sha birinchi vahiyning ikkinchi vahiy bilan orasidagi bo'lgan farqlarni, undan olinadigan boshqa yana bir qator foydalarni zikr qilishda davom etib, muallif yana Suhayliydan, shorih Sira-i Nabaviyani sharhlovchi imom Suhayliydan, Ravzul Unufdan yana naql qilishda davom etadilar. Biz ham u kishini so'zlarini, naqllarini o'qigan holda bugungi suhbatimizni boshlaymiz. قال السهيلي وفي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك من الفقه أنك لا تقرأه بحولك ولا بصفة نفسك ولا بمعرفتك، ولكن اقرأ باسم ربك مفتتحا مستعينا به، فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان بعدما خلقه فيك وكما خلقه في كل إنسان. فالآيتان المقدمتان لمحمد صلى الله عليه وسلم والآخرتان لأمته، وكما في قوله والأصح وهما قوله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لأنها كانت أمية لا تكتب. Suhayli aytadilarki, Alloh taoloning o'sha birinchi oyatdagi iqro bismi robbik, Rabbingni nomi bilan o'qi degan oyatida fiqhdan olinadigan tushunchalardan, anglanadigan, foyda olinadigan narsalardan shu borki, siz o'zingizning quvvatingiz bilan yoki nafsingizni, o'zingizni sifatingiz bilan o'qimaysiz, ilmingiz bilan ham o'qimaysiz, balki Rabbingizni nomi bilan, Rabbingizni nomi yordamida, Rabbingiz yordamida o'qiysiz. O'zingizni Rabbingiz nomi bilan o'qing. Bu nom bilan yordam olgan holda, Alloh subhanahu va taolo bilan yordamlangan holda, ishlaringizni barchasini uni nomi bilan ochgan holda o'qing deyapti Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallamga xitoba. Demak, xitob davom etadiki, bu zot sizga ta'lim beradi, sizni mana shunday chiroyli suratda yaratib qo'ygani kabi. Sizni chiroyli suratda yaratib qo'ygan zot sizga ta'lim bermoqda. Sizdan qon quyug'ini, o'sha laxta qonni ko'kragingizdan olib tashagan, shaytonni nasibasini olib tashagan, ilgari yaratib qo'ygan edi o'zi sizni ichingizda ham. Lekin yoshligingizda bu hikoya o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ichlaridan shaytonni nasibasi olib tashlanishi. Chunki shayton qonni ichida yuradigan bo'lganligi uchun o'sha quyuq qon olib tashlangan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ichlaridan. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shaytonni nasibasi qiladigan vasvasasi qolmagan, boshqa bandalarda qolgani kabi. Shuni
sharhlab Suhayli aytayaptilarki, sizni ichingizdan qon quyug'ini, laxta qonni olib tashagani, shaytonni nasibasini chiqarib tashagani kabi o'zi sizda ilgari yaratib qo'ygan edi, inson bo'lgan paytingizda, inson bo'lib tug'ilganingiz, ya'ni boshqa insonlar kabi boshqa insonlarda ham yaratib qo'ygan, sizdan olib tashadi. Bu ne'matni ham o'ylagan holda, yodga olgan holda siz Allohning nomi bilan, Rabbingizni nomi bilan o'qing deyapti. Keyin Suhayli qo'shib qo'yayaptilarki, o'sha muqaddimadagi boshdagi 2 oyat Muhammad sallallohu alayhi vasallam uchun muqaddima hisoblanadi. Undan keyingi 2 oyat esa ummatiga muqaddima hisoblanadi. Bu keyingi 2 oyat nima edi? Allazi allama bil qalam. Iqra va robbukal akram allazi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Qalam orqali ta'lim bergan ulug', eng barchadan ulug' bo'lgan zot nomi bilan o'qing, insonga bilmagan narsasini yaratdi degan keyingi oyatlar. Nima uchun bu ummatlariga muqaddima bo'layapti? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ummatlari, sahobalar ummiy ummatlar edi. Ya'ni yozish chizishni bilmaydigan ummiylar edilar. Fasaru ahla kitabin va ashaba qalam. Ular mana shu Qur'on natijasida Alloh taoloning ushbu ne'mati sababli kitob ahlidanga, qalam ahlidanga aylandilar, qalam egalariga aylandilar. Yozish chizishni biladigan hamda kitobli kishilardan bo'ldilar. Qur'onni qalam orqali o'rgandilar. Fata'allamul Qur'ana bil qalam va ta'allamahu nabiyuhum talaqqiyan min Jibril nazalahu ala qalbihi bi iznillah liyakuna minal mursalin. Ummatlari Qur'onni qalam orqali o'rgandilar. Payg'ambarlari esa Muhammad sallallohu alayhi vasallam esa Qur'onni Jabroil alayhissalomdan shundoq to'g'ridan to'g'ri talaqqiy qilib o'rgandilar. Ya'ni yozish chizish qilmasdan shunday qalblariga quyilib o'rgandilar. Jabroil alayhissalom u kishini qalbiga Allohning izni bilan, Allohning ruxsati bilan qalbiga tushirib qo'ydi, toki buyuk payg'ambarlardan biri bo'lishi uchun. وفيه من الفقه وجوب افتتاح القراءة ببسم الله غير أنه اسم مبهم لم يبين له بأي اسم من أسمائه يفتتح حتى جاء البيان بعد في قوله بسم الله مجريها ومرساها ثم قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bundan olinadigan yana bir darslardan biri, fiqhlardan biri qiroani, o'qishni Allohning nomi bilan boshlash vojibligi. Lekin bu yerda Allohni qaysi ismi bilan boshlash kerakligi to'g'risida bayon kelmay turibdi hozircha. Alloh subhanahu va taoloning barcha ismlari husno hisoblanadi, lekin o'shalardan qaysisi bilan boshlashligi bu yerda bayon qilinmagan. Keyingi oyatlarda keyinroq bu haqda bayon keldi. Birinchisi aytayaptilar, Nuh alayhissalomning qissalaridagi bayon. Bismillahi majrayha va mursaha. Ya'ni Allohni nomi bilan uning yurishi ham, ya'ni suzishi, kemaning yurishi
hamda kemaning langar tashlab to'xtashi ham Allohning nomi bilan degan oyatdan Alloh ismi bilan boshlash kerakligi ma'lum bo'lyapti, bayon qilinyapti. Keyin esa Qasas surasida Sulaymon alayhissalomning haqlarida kelgan qissada o'sha Sulaymon alayhissalomni xatlarida kelgan Bismillahir Rohmanir Rohim so'zi bilan boshlash kerakligi bayon qilindi. Ya'ni Sulaymon alayhissalomning qissalarida xat shunday boshlangan edi. Bu Sulaymondandir va bu esa bu rahmli va rahmon sifati bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning nomi bilandir degan oyat edi. Rahmon bilan Rahim nimasi? Ma'nosi hozir bayon qilinadi inshaalloh. ثم كان بعد ذلك ينزل جبريل ببسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة. keyin shundan so'ng Jabroil alayhissalom har bir surada har bir surani keltirganida o'sha Bismillahir Rohmanir Rohim bilan nozil qilar edi suralarni deydilar Imom Suhayli. Bismillahir Rohmanir Rohimning ma'nosiga kelsak, shu yerda bir oz yengilgina aytib o'tish lozim bo'ladi. Bismillah Allohning nomi bilan degan. Alloh kalimasi aslida iloh so'zidan olingan. Iloh so'ziga alif lom ustiga qo'shilsa Alloh degan so'zga aylanadi. Bu so'z Alloh subhanahu va taoloning eng xos ismlaridan biri bo'lib, balki eng xos ismi bo'lib, ma'nosi ibodatga loyiq ma'bud degan. Zero aliha ya'lahu degan so'zni arablar shu fe'lni ibodat vaqtida zikr qilganda keltiradilar. Ya'ni bir kishini ibodat qilganligini aytmoqchi bo'lsalar, aliha so'zini ham keltiradi. Aliha degani ibodat qildi, qalbi bilan bog'landi degan. Shuning uchun ham Alloh kalimasi ma'nosi ibodatga loyiq zot, qalb bilan bog'lanadigan, qalblar talpinadigan, sig'inadigan zot degan, iloh degan. Ar-Rahmanir Rahim so'zlari esa rahmat sifatidan ishtiqoq olingan. Rahmon rahmat sifatining siyg'ai mubolag'asi hisoblanadi. Ya'ni rahmati barcha narsalardan ustun bo'lgan zot degan. Shuning uchun ham boshqa oyatlardan birida Alloh subhanahu va taoloning rahmatini hamma narsadan ko'ra keng ekanligini, baland ekanligini bayon qiladi. Rahmon demak mubolag'a siyg'alaridan biri ekan. Ba'zilar shuning uchun ham Rahmonni Rahimga qaraganda shu jihatdan olganda kengroq ma'noni bildiradi deyishadi. Rahim degani ham siyg'ai mubolag'alardan biri, lekin rahmonchalik siyg'ai mubolag'a ma'nosida emas deydi. Yana bir qavlga ko'ra Rahmon sifati dunyoda kofiru musulmonga birdek rahm qilib, rizq berib, sog'lik berib turuvchi zot. Rahim esa qiyomatda faqat musulmonlarga, mu'minlargagina, Alloh subhanahu va taologa itoat qilib o'tganlargagina rahmati yog'iladigan zot degani deyishadi. Demak, Alloh subhanahu va taolo qiroatni boshlashni
mana shunday sifatga ega bo'lgan zotni nomi bilan boshlang deyapti. Chunki Alloh nomi bilan boshlangan narsa barakali bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham Allohning nomi bilan boshlangandan keyin, unga ixlos bilan yondashilgandan keyin, ixlos bilan yo'g'rilgandan keyin amal baraka kirib ketadi. Shuning uchun ham barcha ishlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu nom bilan boshlar edilar. Shu nomni aytib ishlarini dastavval qilar edilar. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan ko'p misollar, hayotlaridan misollar juda ko'p. Hatto ba'zi kelgan rivoyatlarda Allohning nomi bilan boshlanmaydigan ish kesik ish, komil bo'lmagan noqis ish degan hadislari ham rivoyat qilinadi. Bu to'g'rida ba'zi sanadida ba'zi zaiflar borligi rivoyat qilinadi-yu, lekin ma'nosi to'g'ri bo'lgan, mana shu oyatlarga mos bo'lgan hadislardan hisoblanadi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga birinchi tushgan oyatning Alloh nomi bilan boshlanishi kerakligi, Alloh subhanahu va taoloni nomi ulug'ligiga dalolat qiluvchi nom bilan boshlanishi kerakligi haqida gapiriladi. Va qawlu Waraqata la tukazzabanna va la tu'zayanna la yuntaqu bihadhihi al-ha'i illa sakinatan li'annaha ha'us sakti. Endi muallif Suhaylidan naql qilgan holda yuqorida kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'zlaridagi ba'zi nahviy va sarfiy qoidalarni aytishga o'tyaptilar. Aytayaptilarki, Varaqaning la tukazzabanna va la tu'zayanna degan so'ziga kelsak, nunni oxirida ha so'zi ishlatilyapti, ha harfi. La tukazzabanna va la tu'zayanna deb. Bu ha faqat sokin holda nutq qilinadi. La tukazzabannahu va la tu'zayannahu degan zammani qo'yib yubormang degan ma'noda sokin holda nutq qilinishi kerak. Chunki bu sakta hosi deb qo'yilyapti. Ha us sakt deb arablar sakta ha hesi deb ba'zi so'zlarga qo'shiladigan oxirida he harfini qo'shib qo'yishadigan hega aytishadi, harfga aytishadi. Bu sakta harfi nafasni bir olib olgan paytda chiqadigan harflardan hisoblanadi. O'shaning uchun bu i'robda, arab tilini grammatikasida bunga i'rob berilmaydi. Bu ma'noda kelgan, u ma'noda kelgan deyilmaydi. Faqat sakta, bir sakta deganni o'zi ham bir to'xtab olish degan arab tilida ma'nosi. To'xtab olish hesi hisoblanadi. Nafasni bir rostlab olish uchun aytiladigan, chiqadigan harf degan. Wa qawluhu aw mukhrijiyahum la budda min tashdid al-ya'i fi mukhrijiyya li'annaha jam'un wal aslu mukhrijuni fa udghimat al-wawu fi al-ya'i wa huwa khabar ibtida'in muqaddamun. ولو كان المبتدأ اسما ظاهرا لجاز تخفيف الياء ويكون الاسم الظاهر فاعلا لا مبتدأ مقدم. أو مخرجية هم degan so'zlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari o'tdi. Shu so'z, ya'ni ava mukhrijiyya hum, ular meni chiqarib yuborishadi mahali, ular meni chiqarib yuboruvchilarmi degan so'zlari, shu yerda mukhrijiyya degan so'z yoni tashdid bilan o'qish kerak. Mukhrijiyya degandagi yoni oxiridagi mukhrijiyya yoki mukhriji deb qo'ymang deyaptilar. Chunki mukhrijiyya
jam hisoblanadi, ko'plik hisoblanadi, birlik emas. Buni asli muhrijuni edi deyaptilar. Shu yerda nunni qo'yib, menimcha nunni qo'yish xato bo'lgan. Aslida muhrijuya edi deyilsa yaxshiroq bo'lardi. Chunki nun qo'yilganda idg'om qilishga hojat qolmay qoladi. Aslida muhrijuya bo'lgan. Vov bilan yo arab tilida vov sokin bo'lib yo harakatli bo'ladigan bo'lsa, uni yoga qalb qilib yuborishadi. Ya'ni yoga aylantirib yuborishadi arablar. Keyin yo bilan birinchi yo bilan ikkinchi yo bir-biriga qo'shib qo'yiladi. Bu yerda u kishi birdaniga vov yoga idg'om qilindi deb o'tib ketyaptilar. Bu qisqartma aytib ketish hisoblanadi. Aslida vov yoga idg'om qilinmaydi, lekin vov yoga aylantirilib, yo bilan yo birinchi sokinli, ikkinchi mutaharrik harakatli bo'ladigan bo'lsa, keyin idg'om qilinadi bir-biriga. Deb keyin bu sarfiy qoidani aytganlaridan keyin nahviy qoidaga o'tyaptilar. Aytayaptilarki, va huwa xabar ibtida'in muqaddamu. Bu muhrijiya so'zi mubtadoning muqaddam xabari hisoblanadi. Aslida mubtado muqaddam bo'lishi kerak, xabar keyin kelishi kerak. Lekin bu yerda mubtado keyin kelib xabar muqaddam bo'lib ketyapti. Shuning uchun bu yerda aytayaptilarki, mubtadoning muqaddam xabari hisoblanadi. Ya'ni muhrijiya xabar muqaddam, hum zamir mubtadoi muaxxar deyaptilar, keyin kelgan. ولو كان المبتدا اسما ظاهرا لجاز تخفيف الياء. agar mubtado ismi zohir bo'lganida edi, ya'ni mubtado bu yerdagidek zamir bo'lib kelmasdan ko'ringan ism bo'lib, ya'ni turdosh ot yoki atoqli ot uni o'rniga kelganida lajaza taxfiful ya'i, yoni taxfif qilib tashdid qilmasdan yengil qilib aytish joiz bo'lar edi deb ketyaptilar. Shu yerda mubtado ismi zohir bo'lganda taxfif qilish joiz bo'lardi demaslaridan, mubtado ismi zohir bo'lganda mubtadoni o'zi foilga aylanib, ismi zohirni o'zi foilga aylanib, mubtadoni o'zi foilga aylanib, bu muhrij degan yoki muhrijuna degan nimaga, sifati mushabbahaga yoki ismi foilga foil bo'lib ketardi deganlarida yaxshiroq bo'lardi. Chunki mubtado ismi zohir bo'ladigan bo'lsa, o'zi yoni o'zi qolmaydi bu yerda. Izofa degan narsa qolmaydi-da bu yerda. Bu yerda izofa tufayli, buni endi nahvni o'rgangan odamlar tushunishadi. Izofa tufayli bu yerda o'sha tashdidlar vujudga kelyapti. Yoyi mutakallim bilan muhrijunani nuni izofa tufayli nuni tashlab yuborilib, muhriju keyin yoyi mutakallimni qo'shib muhrijuya bo'lib qolgan edi. Endi u nariyoqdagi mubtado ismi zohirga aylanadigan bo'lsa, yoga izofa qilishga hojat qolmay qolgan bo'lar. Har qalay bu yerda bu kishi bunday deb o'tib ketyaptilar. Mubtado ismi zohir bo'ladigan bo'lsa, yoni taxfif qilish joiz bo'lib qolardi. Ismi zohir, ya'ni ko'rinib turgan ism fe'l bo'lib, foil bo'lib, mubtado xabar muqaddamga mubtado bo'lib masu foil bo'lib ketgan bo'lar edi. Masalan aytasizki, kama taqulu adaribun qawmuka akharijun ikhwatuka fatufridu. Mana shunday deysiz. Adaribun qawmuka, qavming uruvchimi, urdimi deganda azoribunga qavmukani foil qilib olasiz. Akharijun ikhwatukada ham birodarlaring yoki aka ukang chiqdimi, chiquvchimi deganda xorijunga ikhwatukani foil qilib olasiz. Bu yerda mubtado xabarlikdan bu mana u ismi foilga kelgan foili
o'sha mubtado xabarlik kelishidan behojat qilib ularni kelishini ehtiyoj qoldirmaydi kelishiga. Fatufridu, o'shanaqa qilgan paytda o'sha ismi foilni mufrat qilib keltirasiz. Hojat qolmaydi axorijuna adoribuna qilib jam qilib ko'plik qilishingizga. Li'annaka rafa'ta bihi fa'ila. Chunki bu bilan siz foilni marfu qilyapsiz, foilni keltiryapsiz. Va huwa hasanun fi madhhabi Sibawayhi wal Akhfashi. Bu narsa Sibawayh bilan Akhfashni mazhabida yaxshi hisoblanadi. Shunday mufrat qilib keltirilishi deyaptilar. Sibawayh ma'lum, ba'zilaringizga ma'lum bo'lsa kerak, bu odam nahv ustunlaridan hisoblanadi. Nahv ilmining, nahv fanining ustunlaridan, darg'alaridan hisoblanadi. Horunur Rashid vaqtida yashab o'tgan. Ya'ni Umaviylarning keyingi yillarida yashab o'tgan olim hisoblanadilar. Yosh vafot etib ketgan, taqriban 40 yoshlarida yoki 40 yoshidan sal o'tib vafot etgan olimlardan hisoblanadi. Bu odamning nahv ilmiga sho'ng'ib ketishiga bitta voqea sabab bo'lgan deyishadi. O'zlarini ustozlari Hammod ibn Salama degan muhaddis kishi bo'lganlar. O'sha kishida dars o'qiyotganlarida bir joyda nahviy g'alat qilib, xato qilib qo'yadi. Shunda ustozlari ancha bu kishini tergaydilar. Shiddat qilib, shu yerda sen lahn qilding, xato qilding deydilar. O'shanda ancha ta'sirlanib qolgan bu kishi shu nahv qoidalarini shunchalik o'rganayki, men hech kim keyin meni bu to'g'rida ayblay olmaydigan bo'lsin, lahn qildirmaydigan bo'lsin, xato sanamaydigan bo'lsin deb urinib ketadi. Asli bu kishi o'zi asli forslardan hisoblanadi. Ismlari Amr ibn Usmon. Amr ibn Usmon ibn Qanbar degan forsiy oilalardan biri hisoblanadilar. Shuni oilalar forslar. Shuning uchun ham Sibawayh deb ism qo'ygan, laqab qo'yishgan deyishadi. Sibawayhni asli forschadagi Sebbuya yoki Sebboy deb atalgan. Seb bilasizlar, fors tilida olma degan. Bo'y o'zimizda ham, forslarda ham hidga bo'y deyiladi. Shuning uchun ham biz xushbo'y deymiz u. Hidi shirin, hidi yaxshi narsalarni xushbo'y deymiz. Bo'y degani hid degani. Sebboy degani olma hidli degan. Ba'zi rivoyatlarda o'sha Sibawayhni onalari farzandlarini erkalab ko'tarib kichkinaliklarida Sebboy yoki Sebbuyam deb ko'targan ekan deyishadi. Ya'ni olma hidli bolam deb. Shuning uchun Sebbuya deb ketilgan. Keyin arablar buni nutq qilishda qiynalishib Sibawayh deb yorishgan deyishadi. Sibawayh o'zlarini mashhur o'sha Al-Kitob degan kitoblari bilan mashhur bo'lib ketganlar. O'sha haligi voqeadan keyin nahv ilmiga mukkalaridan ketib Halil ibn Ahmad al-Farohidiy degan kishida nahvni qattiq o'rganadilar. Halil ibn Ahmad, ba'zilaringizni xabaringiz bor, bu kishi ham nahviy olim bo'lib, ham aruz, she'r bobida ancha o'tkir bo'lganlar. O'shaning uchun bu kishini aruz vaznini asoschisi deyishadi. O'sha mashhur arablardagi 16 ta aruz vaznining 15 tasini, 17 ta aruz vaznining 15 tasini mana shu kishi Halil ibn Ahmad al-Farohidiy tuzgan deyishadi. Demak, Halil ibn Ahmad al-Farohidiyda dars olib, boshqa ba'zi nahviy olimlarda dars olib, katta olim bo'lib Basrada yetishadi. Bu kishi Basrada hayot kechirganlar, basriy bo'lgan. Keyin bu kishi bilan
kufalik imom Kisoi oralarida ba'zi ixtiloflar, nahviy ixtiloflar bo'lib o'tadi. O'sha nahviy ixtiloflarning eng mashhuri mas'alai zamburiya deb ataladi. O'sha ilgargi tarjima kitoblar, tarjimai hol kitoblarida mas'alai zamburiya deyishadi. Zambur masalasi degan bir masala bor. O'sha arab tiliga oid. Lafzi kuntu ahsabu anna al-aqraba ashaddu las'atan min az-zamburi fa idha huwa hiya degandagi o'sha fa idha huwa hiya degan so'z to'g'rimi, fa idha huwa iyyaha degan so'z to'g'rimi? To'g'risida ancha bir-birlari bilan ancha ixtilofga borishgan. Shuni ulamolar keltirishadi masalai zamburiya degan masalada. Demak, bu kishi shunaqa katta olimlardan biri bo'lganlar, Sibavay. O'sha Basriy nahviylarni asoschilaridan biri hisoblanadi. Chunki keyingi yillarga kelib, o'sha yillar o'tganidan keyin islom nahvida, o'sha islom arab tili sintaksis nahvisida ikki yo'l yuzaga kelgan. Kufaliklar yo'li, basraliklar yo'li. Basraliklar yo'lini Sibavay va uni shogirdi Ahfash, hozir tarjimai holini biroz aytib o'tamiz. Shogirdlari Ahfash olib ketishgan, nimalarnikini asoschi bo'lishgan, nimalarniki kufaliklarga esa boya aytganimizdek imom Kisoi bilan u kishini shogirdlari Mubarrid asoschi bo'lishgan o'sha yo'lga. Imom Kisoi nahviy olim bo'libgina qolmaslaridan bu kishi qiroat bo'yicha ham katta olim hisoblanadi. Shuning uchun o'sha mutavotir qiroatlardan bittalari shu kishini orqa yo'llari bilan rivoyat qilinadi. Shuning uchun Kisoi mana unday o'qidilar, Kisoi bunday o'qidilar deb qiroat kitoblarida juda ko'p keladi. Shuni yo'llari xuddi bizni qiroatimiz Hafs ibn Sulaymon, Asim ibn Abi Najuddan olganlar, biz Hafs rivoyati bilan o'qiymiz deganimizdek boshqa rivoyatlarda Kisoini rivoyatlari ham, Kisoini yo'llari ham uchraydi. Kisoi imom Muhammad ibn Hasan al-Shayboniy bilan bir kunda vafot etgan kishi hisoblanadi. O'shaning uchun Bag'dodda o'tganlar bu kishi. O'shaning uchun imom Muhammad ibn Hasan ham Bag'dodda o'tganlar. Shuning uchun ikkovlari bir kunda vafot qilganliklari uchun ulamolar o'sha kunda nahv bilan fiqh bugun vafot etdi, nahv bilan fiqh bugun yerga qo'yildi deb ko'p afsuslar chekishgan ekan. To'yib. Ahfash boya aytib o'tdik, bu kishi Sibavayni shogirdlaridan hisoblanadilar. Ahfashlar arab olamida, arab fani, nahv fanida ko'pchilikni tashkil qiladi. Ahfash bu ham laqab. Ko'zi shilpiq degani. O'zi aslida ko'zi kichikroq bo'lib, uzoqni ham uncha yaxshi ko'ra olmaydigan odamga ahfash deyishgan. Endi shilpiq deb tarjima qilyapman, bilmadim bu lafz to'g'ri keladimi yo'qmi. Ishqilib ko'zi kichikroq hamda uzoqni ham uncha yaxshi ko'ra olmaydigan, yaqinni ham tuzuk ko'ra olmaydigan odamga ahfash deyiladi. Ahfash shuning uchun ham xuffosh kalimasi ko'rshapalakka arablar xuffosh deydilar, kalimasi ishlatishadi. Demak, ahfash so'zi laqab ekan. Ahfashni laqab, mana shunaqa laqab bilan bo'lgan katta olimlar ko'p o'tishgan. Ba'zilar juda ko'p deyishgan. Eng mashhurlari 3 ta hisoblanadi. Imom o'sha Sibavayni shayxlaridan biri ham Ahfashul Kabir deb atalgan, o'sha kishi bo'lgan. Keyin bu kishining shogirdlari, mana shu hozirgi shogirdlari Ahfash hisoblanadi. Undan keyin o'sha yana bittalari Ahfashus Sag'ir deb atashgan, Ali ibn Sulaymon deb atashgan. Kattalarining ismini aytmadik. Kattalarining ismi Abdul Hamid ibn Abdul Majid degan. Bu mana o shogirdlari Said ibn Mas'ad al-Ahfash mashhur o'sha
Sibavayhni yo'lini olib ketgan Ahfash hisoblanadi. Keyin muallif o'sha Suhaylidan naql qilishda davom etib yana aytadilarki وذكر في الحديث أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبن فلم يقل شيئا ثم قال ولا تؤذين فلم يقل شيئا ثم قال ولا تخرجن فقال أو مخرجي هم ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس وأيضا فإنه حرم الله وجوار بيته وبلد أبيه إسماعيل فلهذا تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم تتحرك قبل ذلك فقال أو مخرجي هم والموضع الدال على تحرك النفس وتحركها إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه وذلك أن الواو ترد إلى الكلام المتقدم ويشعر المخاطب بأن الاستفهام على وجه الإنكار والتفجع لكلامه والتألم منه انتهى كلام السهيلي. keyin Suhayli so'zlari davom etib aytadiki, muallif bu Suhaylini gaplarini naql qilishda davom etadi. Aytadiki, hadisda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Varaqat ibn Nawfal la tukazzabanna dedi. Ya'ni siz hali yolg'onga chiqarilasiz qasamki dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilar. Keyin sizga ozor beriladi dedi, yana indamadilar. Keyin sizni chiqarib yuborishadi, siz chiqarilib yorasiz deganlarida meni chiqarib yorishadimi dedilar. Mana shunda insonni fitratiga, nafsiga vatan tug'ilib o'sgan joyini muhabbati singdirilganligi, bu joydan chiqib ketish, bu joyni tashlab ketish qattiq ekanligi dalil bo'ladi. Dalil bor shunda. Yana buni ustiga bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni turgan yerlari Allohning harami, Baytullohni yonginasi, otalari ilgargi katta otalari Ismoil alayhissalomni shaharlari edi. Shuning uchun ham nafslari, yuraklari qo'zg'alib bundan chiqish zikri aytilgan vaqtda ilgari qo'zg'almagan yuraklari mana shunda qo'zg'alib ketdi, ko'ngillari. Shunda keyin meni chiqarib yuborishadimi hali devordilar. Demak, nafsni, jonni, o'sha ichkarigi tuyg'uni harakatlanib ketishiga kuyib, bu to'g'rida odam qattiq iztirobga tushishga dalolat qiladigan o'rin o'sha yerda, bu yerda arab tilida vovni istifhom alifidan keyin keltirilyapti. Garchi chiqarish o'zi muxrijiyahum degan so'zdan chiqib turgan bo'lsa ham, ya'ni amuxrijiyahum deb qo'yilsa ham bo'lar edi. Bu yerda vovni qo'shilishiga sabab vov tepadagi gapga ulab yuborish uchun aytilgan. Ulab yuborish uchun hamda eshitilayotgan, eshitib turgan odamga, bu yoqdagi somiyaga bu istifhom meni hali chiqarib yuborishadimi degan istifhom inkoriy istifhom ekanligini, o'sha chiqarishda unga yomon ta'sir qilayotganligini, o'sha gapiruvchi odamning gapiga urayotganligiga dalolat qiluvchi istifhom ekanligini bildirish uchun aytilgan, ozor chekayotganligiga dalolat qilishni aytish uchun deb Suhayli gaplarini shu yerda tugatadilar. Biz ham mana shu yerga kelganda suhbatimizga yakun yasaymiz. Keyingi suhbatga qadar Alloh subhanahu va taoloni hifzi himoyasiga barchangizni topshirgan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Subhanahu va taoloni hifzi himoyasiga barchangizni topshirgan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.
assalomu alaykum va rahmatulloh.